Darvozani yop, bular shu yerda ekan. Nima ozod? Semizlikka qarshi agentlikdan kelishdi, lekin men sizlarni sotmadim. Ozodjon, sen jinnimisan. Xavotirlanmanglar, ovqatlanaveringlar, biz ularni chalg'itib turamiz. Islom o'rbetiga. Sen yegan qo'ysam, men haftada bir marta deyapman. Qaranglar, ushoqlari qolmasin, keyin lupa bilan kelib tekshiradi-da, ular baribir. Qayma hammasini yo'qot, Maftun senga ishondim. Aytdimi, ozod kelguncha yeb olaylik dedi. Hech qisi yo'q. Gabarit tushunamiz, hisob-kitob qilish qiyin. U kelinlaringiz u tikoda o'tib ketaverasiz. Taxoda Shvara, ikram hammasi bor. Bundan nechta? Bundan ikkita qildik. Olib qo'ydinglar. ovqat yig'ib qo'yyapsizlarmi? Ozod. Xudo ko'rsatmasin, och qolmasligi uchun, ozib ketmasligi uchun. Xursand bo'lgan, Siri bilan xotining mana shu ishlarni qilib qo'yapti. Ona, lekin qo'shnilarchi gap so'z qilib yuribdi. Nima deyapti? Ozodni onasi ozib qolibdi. Endi biladi-da, tilini olib turib. Men lekin birdaniga aytdim, og'zlaringizga qarab gapiringlar. Meni onam unaqa odam emas dedi. Qarang, bitta bundan, keyin bundan berasiz va dietический non. Ona, shuncha narsa zakaz qilgandan keyin dietический non yordam berarmikin, a? O'g'lim, hamma joyda menga eshitilyapti. Onam shu oyoqlari og'rimasin, ozchalar deb bechora bolalar rosa harakat qilib yuribdi-da. Tursunboyeva, rahmat, kelim shunaqa zo'r ozdi. Endi keliningizcha gormonal ozish kursiniga qo'shib qo'ymoqchiman. Gormonlarni ham normaga solib oladi, defitsitlarni ham ko'tarib oladi. Sizni ham qo'shib qo'ying. Voy, men aytdim-ku, men zo'rman. Qanaqa asal giraman.